Maratonning originali. Endi mana ko'rdingizmi? Polni cho'zuvchanligi zo'r. Mana bu ichiga keladigan bo'lsak, ichi shunaqangi silikonlar qo'yilgan, silikon yumshoqligi ko'rdingizmi? 200% havo turadi. Endi mana bu nur qaytaradi, quyosh kechqurun yonib turadi. Maraton emblemasi va pastda bu modalarga keladigan bo'lsak, zo'r qilib ishlangan. Cho'ntaklari jensoviy cho'ntakda va shunga tushadigan Absent brendidagi remenimiz narxiga va siz buni kiyib yurgan bo'lishingiz kerak. Mana qarang, bu temniroq sveti. Endi bularga alohida to'xtalib o'tamiz. Qarang, cho'ntaklarni e'tibor beradigan bu Maraton brendidagi dvoykani kiyib oldim. Ustki ham, pastki ham havo o'tkazuvchanligi dahshat do'stlar. Ichki kiyimlarni havo o'tkazuvchanligini kiysangizlar bo'ldi. Ko'rdingizmi? Narxini aytishga kelganda nimasi yo'q bo'lib qoladi. Mana shu yerda bitta yozuv bor. Maraton yozuvi. Mana bu yozuv bor. Turkiyada ishlab chiqarilgan, Turkiyada o'rnatilmish, ya'ni turkcha yozilgan. Mana. Assalomu alaykum Qirol brend tablonchlari. Bugun sizlarga Maraton brendidan zo'r futbolkalarimiz kelgan, Turkiyada ishlab chiqarilgan original variantdagilarni hammasini obzor qilib beramiz. Ya'ni hozirda yoz mavsumi 40 gradus, 50 gradus issiqlar bo'ladi. Shu mavsum uchun to'g'ri keladigan 100% havo materialda mana git turganli variantdagi Maraton brendidagi original turetskiy futbolkalarni danishib chiqamiz. Sizlarni qiziqtirish maqsadida qarang. Maratonni har xil svetlari kelgan. Bu yerda xohlagan svetingiz bor, dushingizga kirib chiqqan svetlar ham bor. Razmerlarga keladigan bo'lsak, xohlasangiz 6XL razmeri mavjud, xohlasangiz M razmeri mavjud. Ya'ni M razmeridan boshlab 6XL razmeridan razmerlari bor do'stlar. Endilikda dvoykalari bor. Bir xil sveti. Ko'rib turganingizdek, yana bir xil sveti, keyin yana bir xil sveti. Bu dvoyka hisoblanadi, ya'ni trikosi va usti bor. Endilikda sizlarga yana trikosini o'zini obzor qilib beramiz. Qarang. Bir xil svetda, ikki xil svetda va uch xil svetda trikolari mavjud. Albatta bu videoni ko'rish orqali sizlar to'liq narxlari va tovarlarini ko'rib chiqsangizlar bo'ladi do'stlar. Hozirda men giyib turganim L razmeri. Hozirda men giyib turganim L razmeri hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek 86-87 kilo chiqyapmiz. Shunga to'g'ri keladigan variant do'stlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Butun xohlagan tumaningiz, xohlagan shaharingiz va xohlagan viloyatingizga dastavkalarimiz bor. Albatta 93-929-13-13 raqamlarini bizlar Telegram orqali sizga yoqqan kiyimni screenshot qilib tashlaysiz. Biz sizga xudo xolasa razmeringiz bor yo'qligini aytamiz. Ko'p mijozlarimiz savol beradi, "Meni razmerimni qayerdan bilasan?" Sizni razmeringiz og'irligingiz va bo'yingizdan kelib chiqadi. Siz og'irligingiz, masalan, meni og'irligim 90 kilo desangiz va bo'yim 1.75 desangiz, sizga 54 razmer bo'ladi. To'g'rimi? 54 kiyasiz. 90 kilodan bo'lsangiz, 92 kilo bo'lsangiz ham, 95 kilo bo'lsangiz ham 54 kiyasiz. Endilikda Maraton brendidagi futbolkalarimizni bir qator xudo xolasa sizga obzor qilib beramiz. Qarang. Mana bu varianti yubkaligini ko'ramiz, qarang. Havo o'tkazuvchanligi. Mana. Ko'rdingizmi? 200% havo turadi. Endi nerda, ya'ni qayerda ishlab chiqarilganligi, qarang. Maraton bo'ladi. XL razmerini ko'rib turibsiz. Made in Turkiya, Turkiyada ishlab chiqarilgan. Bu hozirda narxini bekitib qo'yamiz. Nimagaki narxini videoni o'rtasida aytamiz. Ko'p odamlar aytadi, "Ko'p gaplading, narxini ayt" deydi. Ko'p narxini aytgan bilan sizga nima foydasi bor? Siz bir materialini yarashib turishini bir his qilmasangiz nima foydasi bor? Qarang. Endilikda mana bu variantini ham sizga ko'rsatib o'tmoqchi edim. Bu 6XL razmerini ko'rib turibsiz. 6XL razmeri bo'yni tumalak variantda qilib ishlangan. Qarang. Bo'yni tumalak variantda qilib ishlangan. Qo'li manjetsiz bo'ladi va pastiga e'tibor beradigan bo'lsak, pasti ham manjetsiz bo'ladi. Xuddi meni o'zimni kiyib turgan variantim bo'ladi. Men hozirda L razmer kiyapman. Bu M razmerdan qarang. Endi narxini ham aytib o'tamiz. M razmerdan boshlab 6XL razmergacha razmerlar mavjud. 100% paxta material bo'ladi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Maraton brendidagi original futbolkalarimiz bo'ladi. Endilikda ko'rdingizmi, narxini aytishga kelganda nimasi yo'q bo'lib qoladi. 165 ming so'm ekan narx mana. 165 ming so'm. Screenshot qilib olsangiz, bemalol dastavka qildirsangiz bo'ladi. Siz xoq 70 kilo bo'lsangiz, siz xoq 150 kilo bo'lsangiz, sizga to'g'ri keladi, ya'ni bor. 150 kiloga to'g'ri keladi, 86 kiloga to'g'ri kelib turibdi L razmeri. Endilikda buni chetga qo'yib qo'yamiz va yana sizlarga obzor qilishda davom etamiz. Qarang. Ko'rib turganingizdek, zo'r variantda qilib ishlangan, 100% havo bo'ladi. Seri svetda mana bu oldi modellariga ham e'tibor bersangiz, zo'r qilib ishlangan. L razmer, meni razmerim Maraton bo'ladi. Maratonning originali. Endi buni mana ichki tuzilishi Made in Turkiya Maraton do'stlar. Ko'rib turibsiz, havo o'tkazuvchanligi yaxshi. Zo'r,
havo o'tkazuvchanligi. Narxini aytib o'tamiz va narxini sizlar bilan bir qator obzor qilib o'tamiz. Qarang, buni narxi 180 ming so'm ekan. Mana 180 ming so'm. Bemalol skrinshot qilib olib dastavka qidirsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bu yozgi 40-50 gradus, 60 gradus issiqlarga ham to'g'ri keladi. Ya'ni Arabistonda ham buni kiyishadi, maza qilib. Qarang, mana buni ham narxini aytib o'tamiz endi. Buni narxi 160 ming so'm mana. Ko'rdingizmi? 160 ming so'm. Bu voyennilarga xos modada va dizaynda. Skrinshot qilib olsangiz bo'ladi, bemalol dastavka qilib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bizdan kiyimlarni xarid qilib, maza qilib kiyib yurgan do'stlarimiz, obunachilarimiz bo'lsa, sizlardan iltimos qilib qolamiz. Shu kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar va mana bu videoga like bossangiz, ko'plab obunachilarimizga bu video tarqaladi va ko'plab odamlar eng arzon narxlarda sifatli kiyimlarni xarid qilib biladi. Siz eng arzon narxlarda sifatli kiyimlarni faqatgina Kral brenddan xarid qilsangiz bo'ladi. Qarang, mana bu seriya sveti zo'r qilib ishlangan. Mana bu modalarga e'tibor beradigan bo'lsak, erkaklarning modasi bu ayollarnikiga umuman o'xshamaydi. Endi narxiga keladigan bo'lsak, 165 ming so'm. L razmeridan 6XL razmerigacha razmer bor. L razmeri menga bo'lib turibdi, 86 kilo chiqaman do'stlar. L razmeri menga bo'lib turibdi. Video davomida kiyib turgan shim, Milano Denso shimimizni obzor qilib o'tamiz va buni videolarini qo'yib o'tdik. Xohlasangiz Telegram orqali bizga murojaat qilsangiz, sizga to'liq videosini tashab beramiz. Narxini aytib o'taman. Keyin Skechersimiz kelgan. Skechersimiz ham original Skecherslardan bo'ladi. Yumshoqligi zo'r. Oyoqda maza qilib turadi. Ya'ni siz 10 soat kiyasizmi, 14 soat kiyasizmi, kayf qilib yurasiz. Ishmaysiz, chekmaysiz, kayf qilasiz. Endilikda mana bu Maraton brendindagi, mana bu oq svetdagi ko'ylagimiz, ya'ni futbolkamiz, ko'rib turibsiz, 100% paxta material bo'ladi. Buni paxtaligi ham o'zi ko'rinib turibdi. Videoni orqasida siz ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, paxtaligini his qildingiz, kiyganingizni his qildingiz. Nimagaki bizning reklamalarimiz orqali, ya'ni bu ko'rib turgan obzorimiz orqali ko'p odamlar o'zi kiyganini his qilib, tasavvur qilib keyin bizga zakaz qiladi. Bu sizni yashash joyingizda necha so'mdan turibdi? 6XL razmer. Qarang, endi bahosiga keladigan bo'lsak, bahosi 165 ming so'm mana. Bahosi 165 ming so'm. Har qaysisini baholari har xil bo'ladi. Shuning uchun video davomida baholarini aytib o'tishga harakat qilamiz va sizga hozir mana bu bir chetga surib qo'yamiz bularni. Endilikda qarang, mana bu varianti. Mana shu yerda bitta yozuv bor. Maraton yozuvi. Mana bu yozuv bor. Turkiyada ishlab chiqarilgan, Turkiyada o'ratilmish, ya'ni turkcha yozilgan. Mana. Imbira jannat skriptda ko'pmi? Paradise jannatda yani. Sahil o'qindi. Baxtavering. Skrinshot qilib olamiz, bemalol dastavka qilsangiz bo'ladi. M razmerdan boshlab, ya'ni 70 kilo odamdan boshlab 150 kilo odamgacha to'g'ri keladigan razmer bor. Narxi 165 ming so'm. 165 ming so'mga siz kayf xarid qilasiz. Ya'ni maza qilib kiyadigan bir futbolkalarni xarid qilasiz. Mana. Seriya sveti, xuddi shuni seriya sveti bu L razmerini ko'rib turibsiz. Men bu yerga L razmeri va 6XL razmerlarini olib chiqtirdim. Nimagaki 6XL razmeri 150 kilo odamga ko'rsatish uchun, L razmeri men o'zim kiyib turibman deb sizga aytish uchun. Mana 100% paxta bo'ladi. Bemalol skrinshot qilib olsangiz, dastavka qilib beramiz do'stlar. Endilikda Telegram kanalimizda bularning rasmlarini tashlab qo'yamiz. Birinchilardan bo'lib Telegram kanalda chiqadi. Shuning uchun Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mana bu opisaniyada Telegram kanalimizni silkasini tashlab qo'yaman, ya'ni opisaniyani o'qib ko'rsangiz Telegram silka deb turadi, ya'ni kanal silkasi. Bemalol a'zo bo'lib qo'ysangiz, sizga yangiliklarni zo'rlarini birinchilardan bo'lib ko'rib o'tirasiz do'stlar. Endilikda sizga yana obzor qiladiganimiz, qarang. Bu och yashil sveti, hozirda 6XL razmerni ko'rib turibsiz va mana bu joyda Maraton emblemasi, ya'ni logosi bor. Mana bu nimasiga e'tibor beradigan bo'lsak, modasi va dizayni ko'p odamga yarashadigan va ko'p odamga qulay bo'ladigan variantda qilib ishlangan. Mana bu hozir kiyib turganimdek havo o'tkazuvchanligi dahshat do'stlar. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 165 ming so'm. 165 ming so'mga bemalol skrinshot qilib olib bizga zakaz qildirsangizlar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni yozib olib turibmiz do'stlar. Mana otam. Endi buni ko'ring. Bu ham 100% paxta. Mana bu emblemasi bor, yozuvi. Yozuv nima deb yozib qo'yibdi? Bu tarjimani bilmayman, ingliz tilini biladigan bo'lsa, oralaringizda yozib qo'ying do'stlar. 6XL razmeri. Mana bu 6XL big size da ekan. Bu katta razmer degan ekan mana. Mana bunga tushundim lekin ingliz tiliga 6XL razmeri. Narxini keladigan bo'lsak, 165 ming so'm. Skrinshot qilib olib, bemalol dastavka qildirsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Agar Xorazmdan bo'lsangiz, naqadar baxtlisizlar, kelib yeyib ko'rib xarid qilasizlar. Endilikda yana ham chetga suramiz mana bularni.
va mana buni sizga obzor qilib o'tgandim. 5XL dan olib kelib qo'yishibdi ekan. Screenshot qilib oldingiz buni, bilaman. Endi mana bu variantni e'tibor beradigan bo'lsak, xuddi kit turganimni ochiq yashil sveti mana. XL razmer, menga bir razmer katta. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 165 ming so'm. Bemalol dastavka qidirsangiz bo'ladi. Hozirda xudo xolasa hamma razmerlaridan mavjud. Do'stlar, bizani YouTube kanalimizda nafaqat siz bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, yangi kirgan bo'lsangiz, YouTube kanalimizda 1300 dan ortiq videolarimiz bor. Hammasidan xudo xolasa razmerlarni topib berishga harakat qilamiz. Bizga bemalol 93 929 13 13 raqamlarına Telegram orqali murojaat qilsangizlar, darrov, ya'ni darhol sizni nimangizdan zakazingizni yozib olamiz va savollaringizga javob berishga harakat qilamiz va savollariga javob beramiz do'stlar. Endilikda sizlarga xudo xolasa yana bir variantdagilarini obzor qilib o'tamiz. Qarang. L razmer, xuddi men kiyib turganimni tasavvur qiling, siz ham kiyib turibsiz. Mana shunaqangi ochiq svetni yarashib turadi. To'y hasham deysizmi, kundalik uchun deysizmi, hamma narsa uchun to'g'ri keladigan varianti L razmer. Bemalol screenshot qilib olib dastavka qildirsangiz bo'ladi. Narxi 165 ming so'm. 165 ming so'm ekan mana. Narxlari yozilgan. Mana, otam, bu original bo'ladi. Bu poddelka emas. Biz sizlarga bundan oldingi videoda Better Life brendidagi finkalarni obzor qilib bergan edik. Better Life brendidagi finkalarimiz ham Turkiyada ishlab chiqarilgan bo'ladi, original bo'ladi. Buni bir hozir sizga aytsam, 1-2 oy oldin Turkiyaga borib, zakaz qilib, keyin olib kelamiz do'stlar. O'zini shu ishlab chiqarib turgan korxonasiga borib, zakaz qilib olib kelamiz. Buni videolar ham bor, ya'ni mendan kattasi Muhammad og'a borib olib keladi. Muhammad og'a. Mana. Qarang. Zo'r. Moda va dizaynga gap yo'q do'stlar. Hech nima yozuv yo'q. Katta yoshdagilar ham to'g'ri keladi, yoshlar ham to'gri keladi. M razmerdan 6XL razmergacha razmerlari bor. HB materialdagi mana 165 ming so'm do'stlar. Mana. 165 ming so'm. Xohlasangiz bemalol zakaz qilib, maza qilib kiysangiz bo'ladi. Bu Surxondaryo viloyati Denovdan bizani kuzatib o'tiruvchi Sohib aka ko'p nima qilardi, so'rardi. Shunaqangi futbolkalar kelsa bizga ayting deb. Mana shu keldi. Ko'rib turganingizdek, mana zo'r variantdagilari kelgan. Oq XL razmerini ko'rib turibsiz, oq sveti. Mana bu yozuvlarga bir ahamiyat berasiz va o'zingiz tarjimalarini yozib qo'yasiz. Turkiyada ishlab chiqarilgan, pasti manjetsiz bo'ladi. 100% paxta 165 ming so'm. Bemalol screenshot qilib olib dastavka qidirsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor do'stlar. Endilikda sizlarga yana bir variantini obzor qilib o'tamiz. Mana. Xuddi voyennilarniki. Ko'rdingizmi? Voyennilarnikidek. Buni ovchilar, ya'ni baliq ovlaysizmi, o'rdak ovlaysizmi, shunaqangi odamlarga xos va mos varianti do'stlar. Ko'rib turganingizdek, M razmerdan 6XL razmergacha razmerlar bor. Screenshot qilib olib bemalol dastavka qidirsangiz bo'ladi. 6XL razmeri 150 kilo odamga bo'ladi. M razmeri esa 70 kilo odamga bo'ladi. L razmerini men kiyib turibman, 85 kilo chiqaman do'stlar. Endilikda buni yana bir variantlarini qarang. Однотонный seri zo'r qilib ishlangan. Bu mana bu joyida yozuv bor mana. Oldida kichkina yozuv bor mana. Orqa tuzilishi mana shunaqangi variantda qilib ishlangan. Mana bu nur qaytaradi, quyosh kechqurun yonib turadi. Maraton emblemasi va pastda manjetsiz bo'ladi va mana bu joyida kichkina mana atrezi bor do'stlar. Bemalol maza qilib kiyadigan. Screenshot qilib oling, dastavka qilib beramiz butun O'zbekiston bo'ylab. Buni narxi lekin 180 ming so'mdan do'stlar. Nimaga bu qimmatroq kelgani uchun? Mana arzon kelgan bo'lsa arzon deymiz biza, qimmatroq kelgan bo'lsa qimmatroq deymiz. Lekin bu narxlarni bo'lish narxi undan qaytib bo'lmaydi. Nimagaki ming afsuski biza eng arzon narxlarda qo'yamiz. BTS pochtadan zakaz qiladigan do'stlarimiz, obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, qaytishning iloji yo'q. Yo'l haqqi ham ya'ni bizning bo'ynimizda emas. Videoni davomini ko'rsangiz, xudo xolasa men sizga BTS pochta tartiblarini tushuntirib o'taman do'stlar. Mana maraton ochiq ko'k sveti. Screenshot qilib oling, bemalol dastavka qildirsangiz bo'ladi. 180 ming so'm. Mana bu emblemasi bor, maraton yozuvlari bor do'stlar. Maraton. Mana 180 ming so'm. Sini sveti, maraton yozuv. Mana. Ko'rdingizmi? Dahshat qilib ishlangan. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor do'stlar. Mana bu varianti ham. Hammasini M razmerdan boshlab 6XL gacha razmer bor. Screenshot qilib oling, bemalol dastavka qilsangiz bo'ladi. Sizga yoqqanini, menga mana shu yoqdi uka, shundan nima qilaman? Yoshim kattaroq, men tushunmayman desangiz, mana bu
jiyanlaringiz bor bo'lishi mumkin, ukalaringiz yoki o'g'illaringiz, farzandlaringiz, qizlaringizga ham aytsangiz, mana shuni skrinshot qilib olib bizga tashlab beradi. Ko'rib turganingizdek 6XL razmerini ko'rib turibsiz. Narxi M razmerdan, razmeri M razmerdan 6XL gacha razmer bor. Narxi 180 ming so'm. 180 ming so'm, boshda ko'rganlaringiz 165 ming so'm. Mana bu yana bir sveti do'stlar. Qarang, zo'r sveti. Dahshat qilib ishlangan mana. Ko'rib turganingizdek, pastda shunaqangi manjetsiz va atrezlik bo'ladi. Yosh katta insonlar ham to'g'ri keladi, yoshlarga ham to'g'ri keladi. Однотонный, skromniy variantdagi ko'p mijozlarimiz mana bu men kunim bo'yi quyoshda yurayman. Yoz uchun mo'ljallangan zo'ri kerak desangiz, mana shu. Kunim bo'yi quyoshda yuradigan kasbdagi kasb egalariga, ya'ni obunachilarimizga mana shuni tavsiya qilaman. Bu quyoshda oqarmaydi, qizarmaydi, shu turishda turadi. Maza qilib yuvib chiqib, har kun bir marta yuvsangiz ham shu turishda turadi, maza qilib yurasiz. Havo o'tkazuvchanligi 200% havo o'tkazuvchanligi zo'r do'stlar. Endilikda sizlarga yana bir variantini obzor qilib o'tamiz va keyin videoni davomida dvoykalarning narxlari va obzor qilib o'tamiz. Mana ko'rdingizmi? Dahshat qilib ishlangan. Zo'r varianti, maraton bo'ladi, original bo'ladi. Mana shu bejevый svet deb aytamizmi biz, bu bordoy rak svet deb aytamizmi, ish qilib siz nima desangiz shu svet bu. Mana shu zo'r. Skrinshot qilib oling, bemalol dastavka qilsangiz bo'ladi. Mana 6XL razmer, mana bunaqa varianti ham bor mana. Endilikda trikosi, alohida trikolari kelgan. Alohida trikosi kerak menga degan mijozlarimiz, hali sizni oralaringizda buni kiyib yurgan obunachilarimiz bor. Bizdan xarid qilib, nimagaki bu sal oldinroq kelgan edi. Biz buni obzor qilishga umuman vaqtimiz bo'lmagandi. Shuning uchun zakaz qilgan paytingiz mana bularni ko'rsatganmiz sizga va siz buni kiyib yurgan bo'lishingiz kerak. Mana qarang, bu temniroq sveti. Endi bularga alohida to'xtalib o'tamiz. Qarang. Cho'ntaklarni e'tibor beradigan bo'lsak, zamokli, zo'r qilib ishlangan. Pasti manjetsiz, juda ham ustki emas, juda ham shiroki emas. Havo o'tkazuvchanligi zo'r. Endi nimalari, shnurlarga keladigan bo'lsak, mana shunaqangi shnurlarda qo'yilgan va brendlari tushirilgan. Mana qarang. Made in Turkiya, maraton. Ko'rib turganingizdek, sport uchun deb qo'yibdi. Buni siz xohlagan tartibda kiysangiz bo'ladi. Narxi 220 ming so'm. Bu M L razmeridan boshlab 6XL razmerigacha razmeri bor do'stlar. Hattoki trikosini ham, ya'ni mana shu shalovarni ham 6XL gacha razmerlarini xarid qilsangiz bo'ladi. Bizdan bemalol kiysangiz maza qilib kiyadigan zo'r variantdagi trikolardan biri bo'ladi. Endilikda sizga buni ochiq ko'k svetini obzor qilib o'tamiz. Ochiq ko'k svet ham xuddi shunaqangi obrazda qilib ishlangan. Turkiyada ishlab chiqarilgan 3XL ni ko'rib turibsiz. Zamoklari original zamoklardan qo'yilgan. Mana maraton logolari tushirilgan. Ko'rib turganingizdek, mana bu joydan maraton emblemasi tushirilgan. Pastda manjetsiz bo'ladi. Shunaqangi variantda orqa cho'ntagi bor. Orqa cho'ntagi ham zamokli qilib ishlangan do'stlar. Bemalol zakaz qilamansiz, hozirda skrinshot qilib olib bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. 220 ming so'm narxi, skrinshot qilib oling. M razmerdan boshlab 6XL gacha razmer bor do'stlar. Hozir mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, razmeri bor payti zakaz qilsangiz bo'ladi. Maza qilib kiyadigan. Xudo xolasa yoz mavsumi davomida bularni biz yana olib kelishga harakat qilamiz. Nimagaki yoz mavsumi bularsiz o'tmaydi. Nimaga? Siz erkak odam ba'zi bir qisliqadi. Mana bu havo o'tkazuvchanli triko va futbolkalarni kiymasa ba'zi bir sizni sog'lig'ingiz yomonlashishi mumkin. Lekin ko'rib turganingizdek, zo'r qilib biz sizni sog'lig'ingizni o'ylagan maqsadda zo'r trikolarni olib kelib qo'yibmiz. Mana logolari tushirilgan, bellari manjetli bo'ladi va ipli bo'ladi, ya'ni shu nurli. Ko'rib turganingizdek, maraton original bo'ladi, 220 ming so'm. Butun yer sayyorasi bo'yicha eng arzon narxlarda bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Mana bu 5XL razmerini ko'rib turibsiz. 5XL razmer degani bu 140-150 kilo odamlarga bo'ladi do'stlar. 140-150 kilo odamlar mana shuni maza qilib kiyadi. 160-200 kilo chiqamiz. Fori dvoykalarimiz bor. Fori dvoykalarimizdan sizga Telegram orqali bizga yozsangiz, rasmlarini va videolarini tashlab qo'yamiz do'stlar. Endilikda sizlar bilan birgalikda mana shu variantdagi dvoykani kiyib ko'ramiz va buni e'tibor beradigan bo'lsak, shimi bor va usti bor do'stlar. Mana ko'rdingizmi? Bu dvoyka zo'r variantdagisi. Hozir M razmeridan boshlab katta razmerlar ham bor. Videoni diqqat bilan ko'rsangiz, obzor qilib beraman, lekin undan oldin sizlarga xudo xolasa mana kiyib turgan maraton futbolkamizni ham obzor qilib o'tdik. Narxi 165 ming so'mdan bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi, yoqqan bo'lsa. Endilikda qarang, shimimizga keladigan bo'lsak, Milano Denso shimi yubka bo'ladi, yozgi. Mana cho'ziluvchanligi dahshat. Mana bu modalarga keladigan bo'lsak, zo'r qilib ishlangan.
cho'ntaklari jinsiy cho'ntakda va shunga tushadigan Absent brendidagi remenimiz narxi 200 ming so'm, shimimizni narxi 400 ming so'mdan bo'ladi. Materiali 100% cho'ziluvchan. Ko'rdingizmi? Harakatlanasizmi, trenirovka qilasizmi, kundalikda kiyasizmi? Zo'r. Mana. Ko'rdingizmi? Polni cho'zuvchanligi zo'r. Endilikda barsovkamizga, ya'ni barsovka Skechersimizga keladigan bo'lsak, Skechersimiz originali bo'ladi. Mana. Noskilar kerak bo'ladigan bo'lsa, noski ham bor. Turkiyaniki 28 ming so'm, havo o'tkazuvchanligi yaxshi. Qarang. Skechersimiz original bo'ladi. Zo'r qilib ishlangan, padoshi zo'r. Mana bu ichiga keladigan bo'lsak, ichi shunaqangi silikonlar qo'yilgan, silikon yumshoqligi. Siz buni 10 soat, 12 soat, 15 soat kiysangiz ham oyoqingizni og'ritmaydi do'stlar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 350 ming so'm. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Hozirda bu Skecherslarimizdan svetlari turlari ko'p. Mana bu yerda yana bitta sveti bor. Xudo xolasa buni ham sizga mana bu dvoykani kiygan holda obzor qilib o'tamiz. Hozirda buni kiyamiz va sizlar bilan birgalikda ko'rib turganingizdek dvoykani kiyib ko'ramiz endi. Videoni diqqat bilan ko'ring. Videolarimizni qiziqarli deb hisoblasangiz, qiziqarli deb kommentariyada yozib qoldiring. Videoni diqqat bilan ko'ring. Ko'rib turganingizdek, men Maraton brendidagi dvoykani kiyib oldim. Ustki ham, pastki ham havo o'tkazuvchanligi dahshat do'stlar. Ichki kiyimlarni havo o'tkazuvchanligini kiysangizlar bo'ldi. Havo o'tkazishini his qilasizlar. Men hozir havo o'tkazishini his qilib turibman. Hozirda 40 gradus, 50 gradus issiqlarda, ya'ni yoz mavsumini yozgi chillalarda kiyish uchun zo'r dvoykalarimizdan biri bo'ladi. 3 xil svetda mavjud. Narxlarini ham aytib o'taman. Bundan oldin sizlar bilan tovarlari va modalarini ko'rib chiqamiz. Pastiga keladigan bo'lsak, futbolkasini pasti manjetsiz bo'ladi, e'tibor bering. Manjetsiz qilib ishlangan va mana bu yerda Maraton brendlari tushirilgan. Trikosiga keladigan bo'lsak, trikos ham Maraton brendlari tushirilgan va mana shunaqangi zamokli qilib ishlangan. Bel qismiga keladigan bo'lsak, bel qismi shunaqangi shnurlar bilan jihozlangan, ya'ni maza qilib kiyadigan dvoykalardan biri bo'ladi do'stlar. Endilikda shunga tushadigan sizga videoni boshida obzor qilib o'tgan Skechersimizni bolotniy svetini kiyib oldim do'stlar. Narxi 350 ming so'm. Skechersimiz gelib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Maraton brendidagi dvoykalarimiz 2 metr odamlar ham to'g'ri keladi. Nimagaki rosti uzun qilib ishlangan do'stlar. Hozirda men L razmerini kiydim. M razmerini kiysam ham menga bo'ladi, lekin sal torroq bo'ladi. Lekin yozda maza qilib kiyish uchun L razmeri, ya'ni 1 razmer kattasini kiydim. Hozirda o'zimni qulay va yaxshi his qilib turibman. Siz hamma turdagi tadbirlaringiz ham, kundalik uchun ham, ko'chaga, do'stlaringiz bilan yig'ilishga ham mana shuni kiyib borsangiz maza qilib o'tirasiz do'stlar. Endilikda svetlarga keladigan bo'lsak, qarang. Svetlari berjiviy sveti. Berjiviy sveti, svetini bir ko'rdingiz, skrinshot qilib oldingiz. Endilikda buni ochiq seri sveti. Ochiq seri sveti ham juda ham chiroyli bo'lib turadi, yaxshi yarashib turadi. Trikosi va tepa qismi bo'ladi. Ikkalasining narxi 380 ming so'm do'stlar. Hozirda mana bu ko'rib turgan dvoyka, ya'ni bu dvoyka 380 ming so'm, meni kiyib turgan dvoykam ham 380 ming so'mdan. Bemalol zakaz qilaman desangizlar, butun O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz. Hozirda shuning original Maraton brendidagi dvoykalarni bizdan 3 xil svetini xarid qilsangiz bo'ladi. Qarang, ochiq serisi, berjiviy va kiyib turganimning tushunib bo'lmaydigan svetlari do'stlar. Endilikda sizlar bilan trikolarni ko'rib chiqamiz do'stlar. Buni chetga olib qo'yamiz. Endilikda qarang. Alohida trikoni o'zi bu. Alohida trikoni o'zi M razmeridan boshlab 5XL razmergacha razmerlari mavjud. Mana bu berjiviy sveti. Trikoga e'tibor beradigan bo'lsak, zamokli, zo'r qilib ishlangan. Pasti manjetsiz va havo o'tkazuvchanligi yaxshi. Ko'rdingizmi? 200% havo o'tkazadi. Agar siz yalang'och shaklda quyoshda yursangiz terlab pishishingiz mumkin, lekin mana shunaqangi dvoykalarni kiyib yursangiz, umuman sizni tanangizga xudo xolasa quyosh zararli nurlarini tekkizmaydi. Muhofaza qiladi. Maza qilib kiyasiz xudo xolasa. Endilikda trikosini alohida kiyaman, futbolkasini alohida kiyaman desangiz, unaqa variantda qilib kiysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz bizga zakaz qilsangiz, futbolka shunga tushadigan trikosini topib beramiz. Trikolar 3 xil svetda qilib ishlangan. Qarang, ochiq sinisi, temniy seri sveti va berjiviy sveti. Narxi, hozir narxini aytib o'tamiz. Narxini bir ko'rib chiqaylik. Narxi qayerda? Mana. Narxi 220 ming so'm. 220 ming so'm. Trikoni o'zi 220 ming so'm. Mana bu dvoykam esa 380 ming so'm dvoykam. Keyin futbolkalarga keladigan bo'lsak, ikki xil narxda futbolka 165 niki va 180 ming so'mniki bor do'stlar. Albatta mana shu videoni ko'rganingizdan keyin sizga bizaga zakaz qilishingiz osonlashadi.
o'zingizga yoqadiganini tanlab olasiz va bizga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. 93 929 13 13 raqamlarini Telegram orqali mana shuni screenshot qilib olib, bemalol zakaz qildirsangiz bo'ladi. Havo o'tkazuvchanligi do'stlar zo'r. Buni kiyib ko'rgan odam his qiladi. Maraton dvoykalarni kiyib yurgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanaqa dvoyka u nima effekti qanaqa bo'lgan. Endilikda BTS pochta tartiblarini video davomida tushuntirib o'taman deb va'da bergandim. Videoni diqqat bilan ko'ring. BTS pochta tartiblarini sizga tushuntirib o'taman do'stlar. Viloyatlardan bizani kuzatib o'tirgan obunachilarimiz bo'lsa, biz BTS pochtaga keldik. Sizlarga mahsulotlarimizni nechik tartibda yetkazib beramiz. Shularni xudo xolasa bir qator obzor qilib beramiz. Hozirda BTS pochta Xorazm viloyati Al-Xorazmiy ko'chasiga keldik. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu yerda ishonch raqamlari yozilgan. 12:30 ga telefon qilasiz. Agar tovaringiz gaming qilsa, bizlarga telefon urib bezovta qilib o'tirish umuman hojat yo'q. 12:30 ga telefon qilib, telefon raqamingizni aytsangiz, pochtangiz qayerda ekanligi ma'lum bo'ladi. Keyin o'zlarining telefon nomerlari bor. Har bir viloyatda, har bir shaharchada, har bir tumanda xohlagan joyingizda yashaysizmi? Bizlarga zakaz qilishdan oldin kiyimlarni, mahsulotlarni screenshot qilib olasizlar. Keyin yashash manzilingizni aytasizlar do'stlar. Telefon qilgan holda bizlar sizlarni yashash manzilingizga eng yaqin manzildagi BTS pochta shoxobchasini kiyimlarni jo'natib beramiz. Ichana girib, bir dona kiyim mahsuloti necha so'mdan ketadi, nechik tartibda bo'ladi, bir qator obzor qilib beramiz do'stlar. Qo'limdagi bu paket ichida biza bir haftada yuboradigan mijozlarimizning ro'yxatlari bor. Ular hozir o'z kiyimlarini xarid qilib, kiyib, maza qilib yuribdilar do'stlar. Hozir ichanda bir qator savol-javob qilib bilib olamiz. Bir dona kiyim, ya'ni bir dona Montana sportivga, ya bo'lmasa bir dona dvoyka necha so'mga boradi. Videoni diqqat bilan ko'rasizlar. Hozirda sharoitlar yaratilgan, ko'rib turganingizdek, primerishnilar har bir pochta shoxobchasida sizni yashash joyingizdan primerishnilar bor. Ya'ni primerishni degani sizga mahsulot keladi, paketni ochasiz, kiyib ko'rasiz. Agar sizga razmeri to'g'ri kelmasa, xudo xolasa yana shu orqasini, ya'ni bizga jo'natib yuborsangiz bo'ladi. Biz yana sizga almashtirib, sizga loyiq razmerni xudo xolasa yuboramiz. Lekin bunning holat bizada 1000 dan bir dona bo'ladi desak ham bo'ladi. Nechun desa 20 yillik tajribaga ega odamlar, ya'ni bizlar sizlarga xudo xolasa o'z razmerlaringizni, og'irligingizni aytsangizlar, keyin bo'yingizni o'lchamini aytsangizlar, o'z razmerlaringizni to'liq xudo xolasa yuboramiz degan umiddamiz. Ko'rib turganingizdek, primerishlar ichini ochib, kiyib bo'ldi, bo'lmadi, bemalol aytaverasizlar. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak sizlarga do'stlar. Bu yerda yana oynalar bor, yarashganini ko'rib, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu bizani strafovkamiz, ya'ni bizlardan ko'p mijozlar xarid qiladi, kiyimni xarid qiladi. Pochta pulini addini bo'ladi, kiyim puli addini bo'ladi. Keyin beri uyina borib kiyib ko'radi. Bir marta shunday mijozimizda shunday случай bo'ldi, anglashilmovchilik bo'ldi. Keyin shu bo'lmagan mahsulotni yana bizlarga qaytarib berdi. Biz almashtirib berdik, lekin qaytarib bergan vaqtida pochta pulini to'lab bermadilar. Bizda optim narxlarda bo'lgani uchun sizga kelish pochta puli ham, sizda razmer bo'lmagan taqdirda bizlarga yuborish pochta puli ham sizdan chiqadi. Shuni diqqat bilan e'tiborga olinglar do'stlar. Hozirda bir dona mahsulotimiz necha so'mga keladi, bir qator so'rab o'tamiz. Navoiy va Sot, Chirchiq, keyin Toshkent, ko'proq Toshkentdagi mijozlarimiz aktiv. Qarshi, Olmaliq, Toshkent, keyin Sherobod, Qarshi, Qo'qon. Do'stlar, bu bizani bir haftalik mijozlarimizni ro'yxati, ya'ni bizlarga zakaz qiladi. Biz shu shaklda yaramiz. Bir dona kiptansa, ya'ni shunday shaklda bir dona kiptansani o'zlarimizda olib qolamiz. Bu mijozga yetib bordimi, yetib bormadimi so'rab surishtirish uchun telefon raqamlaringiz yoziladi, kilosi, summalari yoziladi. Yekom shaklini ham sizlarga tushuntirib o'taman. Yekom deganimiz biz ko'p videolarimizda aytib o'tganmiz, mahsulotni borgandan keyin pulini to'laysiz, hozirdan oldindan to'lov qilmaysiz deb aytib o'tganmiz. Do'stlar, Yekom shartnomasi bo'yicha shunday bo'ladi. Siz 100 ming so'mlik mahsulot bizdan xarid qilsangiz, masalan, 103 ming so'm deb yoziladi do'stlar. BTS pochtaga kelgandan keyin siz 100 ming so'm emas, 103 ming so'm to'laysizlar, to'lov qilasizlar. Nechun? Bu borgandan keyin, ya'ni siz mahsulotni olganingizdan keyin to'lov qilinadigan summa. Agar oldindan to'lov qilaman desangiz, oldindan to'lov qilaman desangiz 100 ming so'mmi, 100 ming so'mni o'zini to'lov qilasizlar. Hozirda yana sizlarga bir ko'rsatib o'taman, qarang. Bizlarga 1 million 203 ming so'm kelgan.
Keyin 1 milyon 166 ming so'm bize kolumuza olganmiz, kolumuza degan 36.090 so'm 3% BTS pochtaga xudo xolasa to'lanadigan. Ya'ni siz bergan naqd pulni yoki plastik kartani bizlarga olib kelib berish uchun bizlardan 3% olishadi. Shuning uchun mahsulotlarimizning ustuna 3% qo'shishga majbur bo'lamiz. Siz oldindan to'lov qilinman desangiz, borgandan keyin to'lov qilamiz desangiz, 3% qo'shishga majbur bo'lib qolamiz do'stlar. Hozirda bir dona pochta bize mesela aşı poçtazdan bir dana berib turasiz endi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Namuna sifatida bir dana pochtani olib sizlarga ko'rsatamiz hozir. Bu mesela Xorazmdan mesela hozir men geldim. Shunday o'lchamda giyim, ya'ni bir dana Montana sportivga dvoke keldim. Shuni Toshkent Sergeli mashina bozorina chiqarsak necha so'm chiqadi? Shuni ko'rib bering. Oldin tovarni o'lchaymiz. 920 gram chiqdi. 920 gram. Bizada 1 kilogacha 30 ming so'm bo'ladi. Toshkentda chiqish bahasi. Upakovkasi bilan 2 ming so'm qo'shiladi. Upakovka bahasi 32 ming so'm bo'ladi Toshkent Sergeliga. Keyin qaysi viloyatdaligini qarab baholar o'zgarib boradi. Agar vodiy tomoni, masalan, Farg'ona, Namangan, Andijon bo'lsa 40 ming so'm miqdorda bo'ladi. 1 kilogacha bo'lgan. Agar gabarit bo'ladigan bo'lsa, Gabarit bo'ladigan bo'lsa, yo'l sumkalari, keyin chemadonlar zakaz etsa. ularni o'zarimiz, gabarit o'lchaymiz, bo'yi, eni, balandligini qo'shib 6 mingga bo'lib, shunda necha so'm narsa kelib chiqadi, summasi, to'lov summasi. Uni azaldan naqd bo'lmaydi. Uni o'lchamayincha bilib bo'lmaydi. Toshkent bo'ladigan bo'lsa, Toshkentlar obunachilarimiz kuzatib o'tirgan bo'lsa, bir dona sportiv case, masalan, hozir bu 920 gram chiqdi. 1 kilosi 30 ming so'm ekan, to'g'rimi? 1 kilosi 30 ming so'mga boradi. Shuning uchun menimcha shu ham ishonchli, hem arzon BTS pochtadan foydalanganlarimiz ma'qul. Bizlar ham udobni shu. Taksilardan barabar ya bo'lmasa yo'l mashinalaridan barabar deb o'tirmaysizlar. Xudo xolasa to'g'ri zakaz qilasiz BTS pochtadan 2 kun ichida uyingizga borib turadi. 2 kun 3 kun. Hamma ichidan ne bor? Shahobchasi bor. BTS pochtaning butun O'zbekiston bo'yicha 200 dan ortiq filiallarimiz mavjud. 200 dan ortiq. Butun O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatlarda, tumanlarda, shaharlarda 200 dan ortiq BTS pochta shoxobchalari bor ekan. Bemalol zakaz qilsangiz o'zingizni uyingiz yonindagi BTS pochtaga yuboramiz xudo xolasa. To'lov tartiblariga keladigan bo'lsak, to'lov tartiblari xohlasangizlar naqd pul, xohlasangizlar mana klik orqali to'lov qilsangizlar ham bo'ladi. Pochtaga kelasizda 3% qo'shilgan holda to'lov qilib, mahsulotingizni olib ketaverasizlar. Agar oldindan to'lov qilaman desangizlar 3% qo'shilmaydi. To'g'ri 100 ming so'mmi, 100 ming so'mni to'lov qilib bizlarga zakaz qilasizlar, 100 ming so'm to'lov qilib, borib pochtadan keyin tovarlaringizni qabul qilib olaverasizlar do'stlar. Shunday sharoitlar yaratilgan, premyerchilar bor. Ko'rib turganingizdek 200 dan ortiq butun O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatlarda BTS pochtaning shoxobchalari bor. Sizlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan, ham yo'l narxlari arzon bo'ladi, ham siz uchun, biz uchun ishonchli bo'ladi. Biza optim narxda kiyimlarni sotganimiz uchun yo'l kira haqqini, ya'ni yo'l pulini biza o'z zimmamizga olmaymiz do'stlar. Borish ham, kelish ham o'zingiz zimmangizda bo'ladi. Xohlasangizlar 4 marta deysizlarmi, xohlasangizlar 5 marta deysizlarmi, kiyim mahsulotlarimizni almashtirib beraveramiz. Lekin almashtirib berish degani, ya'ni razmer bo'lmasligi 1000 dan 1 marta bo'ladi. Videoni oxirida manzilni qo'yib o'taman. Agar Xorazmdan bo'lsangizlar, manzilni ko'rib, do'konimizga kelib giyib ko'rib xarid qilsangizlar bo'ladi. Kral brend 9 etajli domni binoni birinchi etajında joylashgan. Hozir biz 9-etajındamiz. Sizlarga manzil tushuntirajakmiz. Yanada yaqinroq, yanada osonroq topishingiz uchun. Qarang, Oxim Muhammadchidi bu yo'lni to'g'ri o'zi Gullan yo'lini olib chiqadi. Ishi yo'lni to'g'ri o'zi burilmasdan, to'g'ridan to'g'ri ketsangiz Gullan yo'lini olib chiqadi. Shu Charraxa sen Murat Maqsad Charraxasi hisoblanadi. Charraxada Kral brend manzili joylashgan. Ya'ni bizning do'konni yine shu mashinalar turgan yerdan ko'rishingiz mumkin. Shu Kral brendning yangi manzili. Hammaga ma'lum Tomaris Nur gipermarketi Jaloliddin Manguberdi haykalini bilasizlar, to'g'rimi? Yine qarang, ishi yo'l hammasi shunga olib boradi. Ishi yo'l bo'ylab ketadigan bo'lsangiz, ana to'rindan даже gipermarket ham ko'rinadi. Yaxshilab qarasangiz, 9 etaj ham ko'rinadi. Azizlar, hundan seyr bo'lib turgan domlar вечерний yarmarkaning domi. Ishi yo'l Jaloliddin Manguberdi yodgorligini oldindan to'g'ridan to'g'ri Kral brendga keladi. Siz Jaloliddin Manguberdi o'ng qo'lingizda qoladi, Tomaris Nur chap qo'lingizda qoladi. To'g'ridan to'g'ri burilming desangizlar, Kral brendning manzilini Murat Maqsad prekreskasini duch kelasizlar. Ya'ni topishingiz yanada oson.
Yana hammaga ma'lum 5 köprü Şavat yolundan ötesizlar, даже bu tomondan Xanqa tarafdan kelsangizlar ham oson bo'ladi. Ya'ni ishi yo'lni to'g'ri o'zi 5 köprüni sizlarni olib chiqib qo'yadi. Topshirish shu darajada osonki, faqat shu videoni ko'rdingizmi, yo'l tushish qoladi xolos. Beruni tomondan keladigan, Abxatnoy yo'ldan keladigan bo'lsangizlar, kardiologiyaning yo'li, ishi yo'l, kardiologiyaning yo'lini olib chiqadi. Ya'ni yurak больницаning yo'lini olib chiqadi. Abxatnoy Kolsoy yo'ldan kelaman desangizlar ham, to'g'ri shu yo'l orqali kelasizlar. Shunning aylanasizlar, Kral brendning yanada manzili. Shu darajada topish osonki, agarda Murat Maqsad Prekroskasining qoidasini, pravilasini tushunadigan bo'lsangizlar, sizlar uchun shu darajada oson bo'ladi. Ya'ni agar geyishda keladigan bo'lsangizlar, geyishda charraqa bo'ylab, yop-yorug' bo'lib, chiroyli bo'lib, sizning ko'zingizga chalinadigan bo'lib ko'rinib turadi. Bu tomon esa kardiologiya tomon. Ya'ni kardiologiyadan kelish shu darajada oson. Imunda esa doninon. Bunda esa u ishi domni ko'rib turibsizlar, bitgan dom. Shuni eldinda sal o'tgandan keyin Toshkentdan hisoblanadi. Ya'ni to'yxonalar ham ko'p yerda. Omad to'yxonasi bor, Bobur to'yxonasi bor balki. Shu to'yxonalardan kelishingizda ish charraqadan o'tasizda unda bir charraqa qiladi. Shundan yana aylanib ish yerga kelasizlar. Yana Murat Maqsad Prekroskasi bo'ladi. Ya'ni Kral brendni yangilangan, yangi dizaynda ishlangan yangi do'konidan birisi bo'ladi sizlar. Topshirasiz. Shu darajada oson. Bu videoni ko'rgandan keyin kommentariya ostuna "Mestani topdim" deb yozsangizlar ham bo'ladi. Ya'ni mesta nerda, lokatsiya tashanglar deb aytadilar. Shu darajada zo'rat tushuntirdik deb o'ylayman, xudo qalasa.